Salomat opani oxirgi manzilga kuzatishdi. Boshqalarini bilmadimu, lekin farzandlariga juda qiyin bo'ladigan bo'ldi. Oylar o'tib, Muxtor aka uylanishga qaror qildi. Albatta, uni tushunish mumkin. Muxtor akaning yaqinlari chekka bir qishloqdan bir farzandi bilan ajrashgan ayolga uylab qo'yishdi. Boshiga hammasi yaxshi boshlandi. U o'zini yaxshi ona, go'yoki o'gay farzandlarini o'zining farzandlaridek g'amxo'rlik qilayotgandek ko'rsatar edi. Lekin kunlarning birida Salomat opaning qizi uyimizga tuz so'rab keldi. Qarasam, ko'zlari shishgan, oyoqlarini arrang bosar edi. Men uni bu holatda birinchi marotaba ko'rishim edi. "Senga nima bo'ldi?" deb so'radim. "Yig'ladingmi? Oyoqlaringni nega unday bosyapsan?" dedim. U esa "Yo'q, yig'layotganim yo'q. Menga hech kim hech narsa qilmadi, yo'q" deb shosha-pisha orqasiga o'girilib, cho'loqlanib chopib ketdi.